Uzdil CSS dərsidəki 19-cu qism CSS izna. CSS izna elementning atrofiga sızılğan sızıq bo'lib, element qirininki sirtiq sızıldı. Asosliq elementni ta'kidlab ko'rsatish rolini o'taydi. CSSdagi outline xarakteri elementning izna uslubi, rangi va tomliqini belgilaydi. Masalan, bu bir iznaga nisbatan oddiy misol ma'vu. Qizil rangda ko'rilgani ama elementdagi qiri. Hamda bu qirining sirtida ko'k rang chekit holatda, yeshil rang chekit holatda ko'ringani dal buningki iznasi bo'ladi. Buningga outline orqali, masalan, buningki qiri qizil rang deb berilgan bo'lsa, bu outline orqali buning iznasi dotted, ya'ni chekit holatda, ki buning rangi yeshil deb manda berilgan. Maxil qiymat berish shakli bilan maxil holatdagi qiymat berish shakli ikkisiniki bu qiymat jihatdan o'pma o'xshash. Bu outline orqali bevosita buning rangi, buning tipi, bu tomliqi qatorliq uch nimasiga aniqlik berib o'tgan. Hanki men askartishda deyilgandek cho'qim biz izlanishga vaqtimizda doctype, ya'ni hujjat tipi cho'qim belgilangan bo'lishi kerak. Ham shundaqla to'van bo'lganda Internet Explorer 8 yoki undan yuqori nashrdagi tor ko'rgishlarda aniki unumini normal ko'rildi. Aniki hozir ko'rib o'tgandek outline style, outline color, outline wise xarakter, uch xarakter orqali buningki uslub, rang, tomliqini belgilaymiz. Ammo bu izna uslublarini ko'rib baqsaq tövəndə, masalan, qaraydigan bo'lsak, mana o'xshamagan holatdagi bunda izna uslublari berilgan. Buningki bu kodga qaraydigan bo'lsak, asli kodiga, masalan, dotted, dashed, solid, hamda ko'proq ishlatganimiz solid deganimiz bu. Ammo taq siziqliq holatdagisi, aniki double qo'sh siziq, aniki groove, right, inset, offset qatorliq shu ko'pligan izna uslublari bor.